Guli seksiga bergan mana shu o'yinchi, boshida turgan mana shu o'yinchi bo'ladi aslida. Faqat mana shunday odamlarning qizini jalab deydi, aka-ukasini jalab, onasini jalab deydi. Keyin rasmlarini topib beradi. Boshlab bu shunaqa. O'zini profiliga ham qo'yadi, bilasizlar-ku, postupkasidan bilsa bo'ladi. Faqat birovning oilasiga yopishadi. Jalabda buni oilasi yo'q. Bu sikirib qo'yib qizligida chiqib ketgan, bunda oila yo'q. Oila nimaligini bilmaydi bu. Qiz nima, o'g'il nima, ona nima, aka-ukaligini bilmaydi. Chunki oqpadar bo'lib ketgan bu, jalab bo'lib ketgan, shuning uchun bu oila nimaligini bilmaydi, muqaddasligini. Bilmaydi, конечно. Yana bitta videosiga nima qilibdiki, Jonik bilan Jonik chiqib gapirgandilar sizni nimangizga? G'ostingizga Dilfuza opa bilan. Sizda bisa Robiya opa. O'shani qo'yibdi profiliga. Ana men ajrash demişim, tavba qilsam, tuhmatga qarang. O SMS'laring to'xtabdi-ku, jalab. Men senga ikkinchi xotin bo'lmayman, ajrashasan, keyin tegaman degan SMS'laring bor-ku, jalab. O shunday to'xtabdi-ku. Osor nima yozgan, osorroq ajrashish qiyin, hamma narsangiz uni o'tiga ketadi. Undan ko'ra o'ldirib tashlang, Moskvaga hech kim so'ramaydi degan SMS'laring bor, jalab. Mana ota-onam bor, apa-ukam bor so'raykan, senga kim bor? Oqpadar. O'rtoq, yaxshimisiz? Iflos, men san jalabga gapirmay ketdim. Yana nima uchun menikini kavlaysan? Aktifing o'libdimi? Endi Robiya opa, Sadof opani gapirganing bilan hech kim kirmayapti senga. Bugun 37 ta odam bilan o'tirding. Yo profilingga hech kim like bosmayapti, yangi profilingga rasmlarimni qo'yib like olmoqchimisan? Jalab, harom, isqirt. Sen hammaga to'nkaysan, o'zingni hayotingda o'tgan gaplarni to'nkaysan. Kel, senga bitta shans. Meni jalabligimni, kim bilan yotganligimni, meni katta qizimni otasi kimligini senga 3 kun muhlat topib, ana shunday qilib ko'rsatgin. Onasini emsin sendan tiz cho'kib kechirim so'ramagan ko't bo'lsin. Davay, senga bugundan vaqt top davay. Katta qizimni otasi kimligini, DNKlarigacha hammasini o'sha yo birim gapirsin, men qizini otasiman deb, SMS'larim, rasmlarim bilan ko'rsatgin, onasini emsin. Men senga bo'yin egaman. Tiz cho'kib kechirim so'rayman, shu efirga chiqib yuzimni ochib tiz cho'kib kechirim so'rayman. Senga vaqt ketdi, jalab. Bu qimni ham yeyolmaysan, meni bachalarimning otasi yonimda. Ana bera kelib Jonikdan so'rasang aytadi. Men otasiman deb. Yo shamcha ushlab o'tirdingmi? Men katta qizimni yasayotgan vaqtim yonimga kim bilan? Sen meni bachalarimga osilgancha bitta o'zingni nogiron chorshanba payshanba o'g'lingni otasini topgin, ana sotgan bachalaringning otasini topgin. Sen o'zi bir rasvo ayolsan. Nimaga menga osilasan? Sen meni tengim emassan. Sen tirnog'im kiriga ham arzimaysan. Sen bilan o'lishishim o'zi ne stoyid? Yana chiqib olib vaq qilasan. Sen meni asabiylashtirib olmaysan ham, erim bilan urushtirg'iza olmaysan ham. Sen meni erim bilan urushtirish niyating? Aytgansan-ku. Zapislari bor menda. U baribir urushtirib arasini buzaman, yaqinda ketadi joning, yana qaytaraman deb. Uni nimalar demading joningni? Yana qaytarib yashamoqchimisan u bilan? Bir ko'rayaqani qaytarib olishingni, bir tomosha qilayaqani, gazini bosgin, to'xtama. Folbin xolangga telefon qilgin. Yana keyin o'xshaytilar yozganlaringni, rasmlarni tashlaganingni yana keyin menga tashlab beralar. Duxlariga o'tirdilar, Folbin xolang ham tashlab bo'lgandan keyin meni cho'rni qilib qo'ydilar. Folbin xola degan-kusan, ana sha xolacha. Hey, iflos,